So'qmoq yo'llar bo'ylab. Tog'ning so'qmoq yo'llari. Ajoyib yo'llar. Tog' archalari, ming yillik saltanat. Zominning go'zal manzaralari. So'qmoq yo'llar bo'ylab tog'ning tepasigacha chiqib ketiladi. Lekin biz bilmadim qanchasigacha bora olamiz. Odamlar borib qaytib kelyapti. Tog'ning baland cho'qqilari sari odim tashlayapmiz. Odamlar qichqirishyapti. Qichqirganda charchoqlar ko'tarilmish. Baland tekis tog' daralari. Shu daralar bugun yanada o'z chiroyini ochgan. Kuzning eng saxovatli oyi. Mana bu archalarga qarang. Asrlarni qaritgan. Tog' darasi. Onlarda ayiq bor deb aytishadi, lekin bilmadim tag'in. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayergacha borsa bo'lar ekan buni adog'i? Sharshara bor ekan, men yetib bora olmadim Sharsharaga. Sharsharaga? Haligacha shu tog'da ayiq ham bor deyishadi, rostmi shu? Bo'lsa kerak. Bo'lsa kerak. Juda baland bo'lishi mumkin. Yaxshi dam oling. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yo'limizda davom etyapmiz. Bu tog'larning nomi nima deb atalishini hozir odamlardan so'raymiz-da. Assalomu alaykum. Maza qilib dam olyapsizlarmi? Buni adog'i qayergacha bor ekan? Adog'i ancha bor tepalikka. Bu tog'lar nima deyilib atalar ekan, bilmayman. Zomin tog'larda endi. Zomin tog'lari? Ha, orqa tomonda nima bor? Tog'da tog', dalsh ketib boradi. Yo'q, boshqa mamlakat Tojikiston tomonga o'tib ketadimi-ki? Yo'q, ancha yurasiz, yurasiz. Ha, amalovchilar bilan ham yo'l-yo'lakay suhbatlashib ketyapmiz-da. Shu archaga e'tibor qarating. Kim biladi bu necha yillik archalar. Necha yillar kimlarni ko'rgan bu? Qancha ota-bobolarimizni ko'rgan archalar bu. Yigitlar, hormanglar. Assalomu alaykum. Bu qayergacha boradi adog'i buni? Ketaveradi. Bunda aylanib o'tib biza mana bu toqqa chiqib turib, narigi ucharcha bordik. U dalch ketgan ekan. Ertalab kelgansizlarmi siz, ertachi? Shu soat 6da keldik. Ayiq bor deyishadi, rostmi shu? Ha, bor, sizni ko'rasizlar. Ayiq shu paytgacha ko'rmadik, 2-3 marta chiqdik. Bu tog'lar nima deb ataladi o'zi? Nima tog'? Ha, Zomin tog'lari deyishadi. Shunaqa bo'lsa kerak. Ha, rahmat, sog' bo'linglar. Bir archaga duch keldik. Bu archa ham salobat va necha ming yilliklarni o'z bag'riga singdirib qo'ygan. Shu joylarga ham odamlar o'z izini qoldiribdi. Nimadir yozib ketdi-yu. Yigitlar, hormanglar. Assalomu alaykum. Buni adog'i qayergacha bor ekan bu? Bu ketar ekan shu toq tepasiga. Adog'i yo'qmi? Yo'q. Shu yerdan qaytdingizlarmi? Sharshara ham bor deyishadi-yu. Kengroq joy bor ekan teparoqqa. Qanaqadir plashatka bor ekan tepa. Ha. O'zi nima bu Zomin tog'larimi, nima deyiladi? Tog', zomin. Yo'q, shuni orqasida bir boshqa mamlakat bormi? Shunaqa. Bilmadim lekin. Borib ko'rish kerak. Endi ayiq ham bor deyishadi-da. Ayiq bor, ha, boqar bo'ling. Shildirab suv oqyapti. Buloq suvlari. Buloq suvida bu. Qarang, buloq suv. Toshlarni qarang. Ajoyib toshlar, ha. Necha ming yillik tarixni o'z bag'riga singdirgan bu toshlar. Qarang, daralarni qarang, chiroyliligini. Zominda kuzning saxovatli oyidagi go'zal va chiroyli manzaralar. Bularga qarab hech qachon to'ymaysiz. Yo'l bo'ylab davom etyapmiz. Oldimizda bizdan ham oldin yuqoriroq joyga chiqqan odamlar kelyapti. Ular xushchaqchaq kulib kelishini qarang. Hormanglar yigitlar. Assalomu alaykum. Buni adog'i qayergacha bor ekan? Yo'q, qaytaringlar. Ha, qaytaveraylik. Ekologiyani odam chiqardi-da. Ha, Ishtirok berdi. bizga jarimi solamiz. 7,5 bo'ldimi? Uzoq. Ha, 7,5 bo'ldi. Yo, uzoq, ha? Yaxshi dam olyapsizlarmi? Zo'r mazza. Tepaga chiqdik. Quyosh chiqishini kutdik biz. 6da chiqinglar aka. Ha, endi 6dami? 6da chiqsanglar shu yoqqa qarab yuramiz. Ha. Avtobus shu yerga keladi, xudoim. Avtobus keladi? Bizda Ha, sog' bo'linglar. Yaxshi, yoqimli sizlarga nimaqa? Ha, nima deydi? Yoqimli ishtaha. Bundan bu yog'iga qaytishimizga to'g'ri kelyapti.
Undan u yog'iga ertaga sayrimizni davom ettiramiz. Bugunchalik xayr aziz do'stlar.